umuman kotel qo'ymasdan faqat mana shu teplovoy nasos bilan joylarni mana shunaqa binolarni qizdirsanglar bo'ladi, sovitsanglar bo'ladi, issiq suv bilan ta'minlasanglar bo'ladi. Yozda konditsioner vazifasini bajarib beradi, qishda kotel vazifasini bajarib beradi. Bu joyda hozir biz Samarqand viloyati Urgut tumanidagi xonadonlarning biridamiz. Bu yerda biz teplovoy nasos qo'ygan holatda to'pli pol orqali isitish va sovutish, undan tashqari fan ko'l sistemasi bilan issiq havo, sovuq havo beradigan variantlarni ham tashkillashtirib berganmiz va hammomlarga issiq suv ham beradi. Sizlarni ham joylarni isitishga, sovutishga sistemalari bilan tashkillashtirib, eng tejamkor, samarador uslublarda qilib beramiz. Aloqaga chiqurasizlar. Toshkent, Samarqand, Namangan, Qoraqalpog'istonda filiallarimiz bor. Xudo xolisa qolgan viloyatlarda ham filiallar ochiladi. Bizlarga obuna bo'linglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Eng sifatli teplovoy nasos, albatta bizda Panasonic kompressorli -35 gacha ishlaydigan variantlari 10 xil variantda bor, xudo xolisa.